Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz 100 IQ mazmunlarimizdagi 4-bölüm, ya'ni sayılarni o'rganib chiqamiz. Sayılar degan sonlar degan gap shunama. Matematikada 4 amal borligini hammamiz bilamiz. Shunama qo'shish, elish, ko'paytirish va bo'lish. Unda bu bölümde shunama bu 4 amaldan foydalanib bizga bir turkum harflik ifodalarni beradi. Bergandan keyin bu yerdagi harfni topib chiqing deb so'raydi. Unda bo'lsa savollarimizga qarab boqaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsak, birinchi savol shunama. A, B şunama 5 qo'shilgan 28A teng C 79 debdi. Unda bo'lsa bu yerdagi C teng necha debdi. Men bu savolni ishlashga boshlashdan burun bir deb qo'yay. Ya'ni bu yerdagi A, B, bu yerdagi A, C shunama bular hammasi bir raqamga vakillik qildi. Unda bo'lsa matematikada nechta raqam bor? 10 ta raqam shunama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deb. Yani bu yerdagi A, B bo'lsa bu ikki tala raqam degan gap. Yani biz bularni nima deb qaraya olamiz? Bir xonaliq sonlar shunami. Unda bo'lsa savolimizga bir qarab boqaylik. Nima debdi? 5 ga A ni qo'shsa 9 chiqibdi. Unda bo'lsa bu yerdagi A teng necha bo'ldi? Albatta 4 bo'ldi shunami. Yani bu yerdagi 9 chiqish uchun A 14 bo'lolmaydi. Bu yerdagi A nima dedim men bu yerdan? Bir xonaliq sonlar yoki raqamga teng dedim. Unda bo'lsa A necha? 4. Unda bo'lsa A 4 bo'lgandan keyin bu yerga 4 yozib olaman. Unda bo'lsa 5 ga 4 ni qo'shdim 9 chiqdi shunami. B ga 8 ni qo'shsam 7 chiqib qoldi. Shunami? Bu yerdagi B bu sonlardan birisi bo'lishi kerak. Unda bo'lsa B necha bo'lishi kerak? 9 shunami. 9 ga 8 ni qo'shgan vaqtimda 17 da 7 tushdi 1 ko'ngil. Unda bo'lsa 4 ga 2 ni qo'shsam 6 ko'ngildagi bir bilan necha bo'ldi? 7 shunami. Ya'ni bu yerdagi C teng 7 degan gap. Unda o'z javobdan qaysi? D javob shunami. Unda bo'lsa keyingi savol qarab boqaylik. Shunami. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 57A qo'shilgan A 49 teng 9BB debdi shunami. Unda bo'lsa bu yerda qanday qilganmiz? A ni topar ekanmiz. Nima debdi? Unda bo'lsa, masalan, A ga 9 ni qo'shsam B chiqadi ekan shunami. Bir harfga bir sonni qo'shsak bir harf chiqibdi. Bu yerda necha ekanligini bilib bo'lmaydi. 7 ga 4 ni qo'shsam shunami, qo'ltiq ish, ya'ni yeb uchi bu. 7 ga 4 ni qo'shsam 11, unda bo'lsa 11 dan pastga B tushib 1 ko'ngil qoldi shunami, 1 ko'ngil. Unda bo'lsa 5 ga A ni qo'shsam 9 chiqibdi. Shunami? 5 ga A ni qo'shib, ko'ngildagi 1 ni qo'shganda 9 chiqibdi. Agar bu yerdagi A ni masalan 4 degan vaqtimda 5 ga 4 ni qo'shsam 9, ko'ngildagi 1 bilan 10 bo'lib qoldi shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi A chiqdi degan gap necha bo'ldi? A degan 3. Yani A teng 3 degan gap. Chunki 5 ga 3 ni qo'shgan vaqtimda shundami? 8 ko'ngildagi 1 bilan necha bo'ldi? 9 bo'ldi. Unda bo'lsa A teng 3. Qaysi javob? A javob degan gap. Unda bo'lsa biz qolganlarni hisoblab chiqalaymiz shundami? A 3 bo'lgan vaqtda 3 ga 9 ni qo'shsam 12, 2 tushdi 1 ko'ngil shundami? 7 ga 4 ni qo'shsam necha? 11 ko'ngildagi 1 bilan 12, 2 tushdi 1 ko'ngil, 5 ga 3 ni qo'shsam 8 ko'ngildagi 1 bilan 9. Javob necha? Eng oxirida 922 degan gap. Keyingi savolimizni qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak shunami? M ne elingan ne me teng 72 debdi. Ya'ni bu yerdagi M degan bir qanday raqam, ne degan bir raqam, ne degan bir raqam, M degan bir raqam. Unda bu bir ikki xonaliq son degan gap. Bu ikki xonaliq sondan bu ikki xonaliq sonni ilib olsam 72 ekan. Qaraydigan bo'lsak, bu M nedan ne M'ni ilib 72 chiqqan qaraganda bu yerdagi M nedan qanday cho'ng shunami? M nedan cho'ng. Unda bo'lsa ne M'dan kichik degan gap. Biz elishni bilamiz shunami? Ne M'dan kichik bo'lsa, nedan M'ni olgan vaqtda yetmaydi, M'dan birini o'tnab beramiz shunami? M ma nega birini o'tni berib andan keyin bu M'dan, ya'ni qilib qolgan bu yerda qilib qolgan sondan ne'ni olsam 7 chiqqanga qaraganda bu yerda biz M'dan ne'ni olsam teng necha? 8 deb olamiz. Yoki M degan ne'ga 8 ni qo'shganga teng. Bu birini o'tni berib shunami? O'tni berib, ya'ni M bu yerda qilib qolgan sondan ne'ni olsam 7 chiqqan qaraganda bu xil munosabatni yozib olamiz. Yozib bo'lgandan keyin unda bo'lsa bu degan M mi bir xonaliq son shunami? Ne degan bir xonaliq son bo'lishi kerak. Unda bo'lsa bu yerdagi M qanday bo'lsa bo'lmaydi? 8 bo'lsa bo'lmaydi shunami? Bu yerdagi ne nima bo'lib qoldi? 0 bo'lib qoldi. İki xonaliq sonninki ikkinchi xonasi shunami? Onlar xonasi 0 bo'la olamdi, bo'lolmaydi. Unda bo'lsa ne 1 bo'lgan vaqtda M teng necha? 9 degan gap shunami? Unda bo'lsa M teng 9, ne teng 1. İkisining yig'indisi necha bo'ldi? 10 degan gap. İkinci bir usulimiz qarab boqaylik. Masalan 24 deb bir son bo'lsin. Bu 24 degan son shunami? Bu 4 degan birlar xonasi, 2 degancha onlar xonasi. Men buni 2 ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 1 deb parchalab yoza oldim. Shunami? Unda bo'lsa M degan onlar xonasi bo'lgandan keyin buni 10 M qo'shilgan 1 ne deb parchalasam. Bunun da nimini ele ötüdikemiz? Bu ne M degan 10 ne qo'shilgan M bo'lib ketdi degan gap. Bu teng 72. Shundami? Unda bo'lsa
10m qo'shilgan n elingan 10n elingan m teng 72. Ondan sonra 10m'den m'ni alsam 9m, n'den 10m'ni alsam 10n'ni alsamcha minus 9n teng 72. Ama 9'nu sırtıga çıkarıp algan vaqtda m elingan n teng 72. Yani m elingan n teng neçe boldu? 8. Ondan sonra m'den n'ni alsam 8 şunda ama ondan sonra bu yerdim o m teng 9, n teng 1 buluş gerek deyen gap. M'ga n'ni qo'shsam yana 10 şunda ama ondan sonra biz bu savolni ikki xil usul bilan ishildik. Ikki xil usulni o'quvchilarimizning bilib olishi nihoyat foydali. Keyingi savolimiz qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanday KL qo'shilgan LK teng MM deb turishdi ama KL LK. Masalan, bu xil tipdagi sonlarni men yoza olaman. Masalan, 23 32 qo'shsam necha chiqadi? 55. Masalan, 12 21 qo'shsam necha chiqadi? 33 deganga o'xshash mushta tipdagi sonlar. Unda bo'lsa, L ga K ni qo'shsa M, K ga L qo'shsa qanday M chiqadi ekan. O'rin olmasa qiymat o'zgarmaydi deb ama qaraylik unda bo'lsa bu yerda LK qana LK, yani bu yerda 2 tal L, 2 tal K ni qo'shsa 6, shuni ama KL LK, yani 2 tal L, 2 tal K ni qo'shsa 17 chiqamdi, mumkin emas, shuni ama unda bo'lsa bu yerdagi 2 tal L, 2 tal K ning yig'indisi 16, 6 tushdi 1 ko'ngil. Unda bo'lsa bu yerda 2 tal K, 2 tal L ning yig'indisi 16, ko'ngillik bir bilan 17 bo'lib chiqqan narsa bu amaliyotda. Unda bo'lsa men qanday qilib olaman-da 2K shuni ama 2K qo'shilgan 2L teng 16 deb yozib olamiz. 2 ni sirtqa chiqarib K qo'shilgan L teng necha 16. Ikkil tarafni shuni ama bir tenglama 2 ga bo'lganimda bu yerda 8. Unda bo'lsa K qo'shilgan L teng 8. K qo'shilgan L degan M ga teng shuni ama unda bo'lsa M teng 8 degan gap javob qaysi? Javob. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanday K qo'shilgan L teng M debdi, shuni ama unda bo'lsa L qanday 4 qatim qo'shib bularni qo'shsam bu chiqadi ekan. Nimani so'rabdi? M teng necha deb so'rabdi. Unda bo'lsa qarab boqaylik. L shuni ama 4 tal sonni orqa-marqa qo'shgan vaqtda 8 chiqibdi. Unda bo'lsa bu yerda ikki xil ehtimollik bor degan gap. Ya'ni L 2 bo'lsa bo'ldi, shuni ama 2 4 qatim qo'shsam 8 chiqadi. yoki L 7 bo'lgan vaqtda 7 4 qatim qo'shsam 28, 8 tushdi, 2 ko'ngil deg'ili bo'ldi shuni ama unda bo'lsa K qarab boqaylik. K shuni ama 3 qatim qo'shabdi bu sonni orqa-marqa. Unda bo'lsa buningki 2 chiqishi mumkin emas, shuni ama 12 chiqishi mumkin, 22 chiqishi mumkin emas. 32 chiqishi asla mumkin emas, chunki 10 ni qo'shsammi 30 chiqadi. Unda bo'lsa bu yerda K necha bo'ldi? Masalan, K unda bo'lsa 4 bo'ldi degan gap. K 4 bo'lganda shuni ama 4 necha bo'ldi? 12, 2 tushdi, 1 ko'ngil. Unda bo'lsa bu yerdagi 2 ning pastga tushib, shuni ama 1 ning ko'ngilga qag'inga qarata biz nima deb olaymiz? Bu yerdagi L 7 emas, L teng 2 degan gap. Unda bo'lsa bu 2 shuni ama K necha bo'ldi? K 4 bo'ldi. 4 qana 12, 2 tushdi, 1 ko'ngil shuni ama M ga M ni qo'shsa 3 chiqibdi. Unda bo'lsa bu yerdagi M 6 bo'lgan vaqtda 6 ga 6 ni qo'shsam 12 ko'ngillik bir bilan 13 qanda 3 tushdi, 1 ko'ngil shuni ama ne degan 5. Unda bo'lsa 5 ko'ngillik birini qo'shsam 6. Unda bo'lsa K ga L ni qo'shsak M chiqadi debdi. Unda bo'lsa bu yerdagi K teng 4, L teng 2 shuni ama 4 ga 2 ni qo'shsam M teng necha? 6 degan gap. Keyingi savolimiz qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC shuni ama elingan CBA teng 198 debdi. Unda bo'lsa ABC ning eng cho'ng qiymati shuni ama unda bo'lsa qarab boqaylik. Shuni ama ABC'dan CBA ni elib 198 chiqqan qaraganda bu yerdagi ABC degan qanday? Albatta CBAdan cho'ng. Ya'ni bu yerdagi A qanday? C'dan cho'ng degan gap. Unda bo'lsa A C'dan cho'ng bo'lgandan keyin C'dan A ni olsam yetmaydi shuni ama B'dan birini o'tnab berma. Asli B'dan B ni olsam shuni ama B B'ga yetadi, lekin bu B C'ga birini o'tnab bergandan keyin B mu B'ga bu yerdagi san qilib qolgan son B'ga yetmas bo'lib qoldi. Bu yerdagi A'dan yana birini o'tna oladi. Shuni ama o'tna olgandan keyin bu yerda qilib qolgan sondan C ni olsam 1 chiqdi degan gap. Birini bir o'tib bulab, yana C ni elvatsam shuni ama 1 chiqdi. Unda bo'lsa A'dan C ni olsam amaliyotda 2 chiqadi degan xulosani chiqarib olamiz. A'dan C ni olsam 2 chiqadi. Bu yerdagi ABC ning eng cho'ng qiymatini so'rabdi. Unda bo'lsa biz qanday qilamiz? Bu yerdagi A ga 9, C ga 7 berma degan gap. Unda bo'lsa 9 ni topdim, 7 ni topdim shuni ama o'ttirisidagi B. Ya'ni ABC ni cho'ng qilish uchun men bu yerga 1, 2, 3 deydigan sonlarni qo'ysam bo'ldi. Men albatta eng cho'ng qilish uchun 987 deb qo'ya olaman. Bir hisoblab boqaylik. 987. Unda bo'lsa 700 qanda 89 ni elvasam 198 chiqamdi. Albatta yetmaydi. 1 o'tnab birmam 7 qoldi. 17 ni 9 ni olsam 8, 7 dan 8 yetmaydi. 1 o'tnab birmam 17, 8 ni olsam necha? Bu yerda 9 shuni ama bu yerda baydan 8 qolgan 8 ni olsam
198. Yani cevap en ahırda 987 degan to'qshinama bu aytdim. Yana bu yerdagi max degan shunama inglizchadan kelgan so'z, ya'ni maksimum. Nima bo'ldi? Eng cho'ng qimmat degan gap. Agar min deb kelib qolsa, ya'ni minimumniki qanday qisqartirilmasi eng kichik qimmat degan gap. Shunama eng cho'ng tepang degan ekan, A dan J ni olsam 2 bo'ldi ekan, unda bo'lsa bu ABC ni eng cho'ng qilish uchun A ga 9 beramiz degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Shunama qaraydigan bo'lsak, bu yerda C qo'shilgan B ni tepang debdi. Unda bo'lsa bu hisoblashga bir qarab boqaylik oldi bilan, shunami. Unda bo'lsa masalanga 7 ga A ni qo'shsam 10 dan kichik bir son chiqqan bo'lsa, bu yerdagi A ga 7 ni qo'shsam 10 dan kichik bir son chiqibdi. Demak, bu yerda 4 xonalik bir son chiqib qolmaydi, shunami. Demak, A ga 7 ni qo'shsam, yana qanday bo'ldi? 10 va yoki 10 dan cho'ng bo'lgan son chiqadi degan gap. Unda bo'lsa, masalan, bu yerda biz nereden başlaymayız? Bu yerden başlaymayız. 7'ye A'nı koşsam şunama, bu yerde A'ya 7'ni koşsam, bu yerde pəski C düşüb, şunama bir qaldı degan gap. Onda 7'ye A'nı koşsam, bir san çıkıp, onunla bu qaldıqını koşup etsem 13 buldu eken. Onda 7'ye A'nı koşsam 12, köngülük bölən 13 bulab, 3 pəski düşdü degan gap buldu. Onda A tan neçə? A tan 5. A'nı 5 tepib olgan ekan, o'rniga yezib shunama. Unda 7 ga 5 ni qo'shsam 12 bir ko'ngil. Unda bu yerdagi 7 ga 5 ni qo'shsam 12 ko'ngillik bilan 13 bir ko'ngil. 5 ga 7 ni qo'shsam 12 ko'ngillik bilan 13. Tamam. B neçe? B3, C neçe? 2. Yig'indisi neçe bo'ldi? 5. To'g'ri javob qaysi? C degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik, shunami. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanday qo'shishgan yana. Unda bo'lsa A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D ning eng kichik qiymatini toping debdi. Unda bo'lsa D 4 qatim qo'shgan vaqtda 2 chiqishi shunama. Qanday ahvolda mumkin? Faqat bu yerdagi D tang 3 ga tang bo'lgan vaqtda shunama. Albatta boshqa sonlarga tang bo'lsin bo'ldi, 8 bo'lsin bo'ldi. Masalan, 8 ni 4 qatim qo'shsam, bu yerda 32 2 tushdi 3 ko'ngil deymiz. Lekin bu yerda eng kichik qiymatini toping degandiki, men eng kichik qiymatini beraman. Unda D 3 bo'ldi shunama, 2 tushdi 1 ko'ngil. Unda C shunama. Agar bu C 1 bo'lsa, shunama 1 qo'shilgan 1 3 ko'ngillik bir bilan 4 bo'lib qoldi. Shunlashqa bu xato degan gap. Unda bo'lsa bu yerdagi C necha bo'lish kerak? C 4 bo'lish kerak shunama. 4 12 ko'ngillik bir bilan 13 3 tushdi 1 ko'ngil. Unda bo'lsa bu yerdagi B ga 1 berma. 1 ga 1 ni qo'shsam 2 ko'ngillik bir bilan necha? 3 shunama. Unda bo'lsa bu yerdagi A tang 2 degan gap. Ya'ni eng oxirisida A tang 2 bu yerga yozash shunama. A tang 2, B tang 1, C tang necha? C tang 4, D tang necha? D tang 3 bo'ldi. Unda bo'lsa 3 7 shunama javobdan 10. Qaysi javob? A javob. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shunama baytdagidek men chiqibdi. Unda bo'lsa biz bu savolni baytdagidek ishlaymiz. Ya'ni bu yerdagi men degani shunama, bu degan ne degan birlar xonasi, me degancha onlar xonasi. Unda bo'lsa men buni qanday parchalab yozaman? 10 me qo'shilgan ne qilma, keyingicha 10 ne qo'shilgan me qilma. Bunicha 10 me qo'shilgan me. Shunama bunicha 10 ne qo'shilgan ne. Ya'ni bu yerdagi bu ne onlar xonasi bo'lg'achqa 10 ga ko'paytdim degan gap amaliyotda. 286 shunama bir yig'inchoqlasam 10 me bu yerdacha 10 me 20 shunama me unda bo'lsa 22 me keyindimi 22 ne chiqdi shunama 286. 22 ni oldiga chiqarib olgan vaqtda me qo'shilgan ne shunama 286. Unda ikkala tarafni men qanday qilma 22 ga bo'lgan vaqtimda me qo'shilgan ne tang necha 13 bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa me ga ne ni qo'shsam 13 bo'ladi ekan. Bu yerdagi bu ikki xonalik sonninki eng cho'ng qimmati debdi. Eng cho'ng qimmat qilish uchun men bu yerdagi onlar xonasini eng cho'ng qilma. Ya'ni onlar xonasi me ga 9 bergan vaqtimda ne tang necha bo'ldi bo'lsa 4. Unda javob necha? 94 degan gap. Agar bu savolda qanday min, ya'ni eng kichik qiymatini toping degan bo'lsa, men qanday qildim? Me ga 4 beritdim shunama. Ya'ni me bilan ne ning yig'indisi 13 bo'lgandan keyin bu yerdagi me ga 4 beritdim. Ne necha bo'ldi? 9. Ya'ni javob 49. Eng kichik qiymati bu, eng cho'ng qiymati bu degan gap. Unda bo'lsa javob necha bo'ldi? 94 degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, yana qanday qo'shishgan shunama. L ga me ni qo'shsam qanday P tushibdi ostiga. Unda bo'lsa me ga L ni qo'shsa in bo'lib qopti. Demak bu yerda bir masala bor. Chunki masalan 2 qo'shilgan 3 degan 3 qo'shilgan 2 ga teng bo'lish kerak shunama. L ga me ni qo'shib P chiqib, me ga L ni qo'shib in chiqib qolsa, demak bu yerda masala bor. Ya'ni L ga me ni qo'shsa 10 dan cho'ng bo'lgan bir son chiqib shunama, P ostiga tushib bir qoldi degan gap. Me ga L ni qo'shsa yana shu son chiqib, ko'ngillik bir bilan qanday qo'shilib ostiga in tushib bir qoldi degan gap.
Unda olsa bir narsaga diqqat qiladigan bo'lsak, bu yerdagi ön bilan p ning munosabati. Ya'ni bu yerdagi ön degan amaliyotda p ga birini qo'shib o'tganga teng. Unda olsa men öndan p ni elib etsam 1 bo'ldi degan gap. Unda olsa bu yerdagi l ga m ni qo'sam yana qanday ostiga ön tushib bir qoldi. K ga k ni qo'sam, shunday ko'ngildagi 1 bilan 7 bo'lib ketdi. Unda olsa k tang necha? K tang 3 degan gap. K tang 3 nedan qanday p ni olsam 1. Unda olsa 1 ni qo'shib beramiz. Javobdan necha? 4 bo'ladi degan gap. D javob shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Keyingi savol bo'lish keldi degan gap. Ya'ni bu qanday Turkiyada, turk o'quvchilarniki bo'lish usuli shundami? Unda bo'lsa biz yana vatanda qanday bo'ldik? Masalan, 13 bo'lingan 5 bo'lsa, 13 ni 5 ga bo'lsam 2, 2 ga 5, 10 elvassam 3 deb ma'qul shaklda qolibdi. Turkiyadacha 13 ni 5 ga bo'lang desa, 13 ni 5 ga bo'lsam 2, 2 ga 5, 10 elvassam necha? 3. Ya'ni bu yerdagi 13 bo'lingichi 5 bo'lgichi 2 bo'linma 3 degan qoldiq bo'ldi. Unda bo'lsa, yana bu yerdagi 13 ni tepib chiqish uchun bir narsaga yana bir ta'kidladik. 13 degan amaliyotda nimaga teng bo'ldi? 5 ni 2 ga ko'paytirib qoldiqni qo'shib berganga teng. Unda bo'lsa, bu yerdagi A nimaga teng bo'ldi? Unda bo'lsa, A degan B ga C ni ko'paytirib 8 ni qo'shib berganga teng. Yana bir narsa, bu yerdagi B degan bo'lguchi shundami? Bo'lguchi degan har doim bu qoldiqdan cho'ng bo'lish kerak. Unda bo'lsa, bu yerdagi B faqat va faqat necha bo'la oladi? 9 bo'la oladi. 9 ko'paytirilgan C qo'shilgan 8 teng A degan gap. Unda bo'lsa, bu yerdagi A ning eng kichik qiymatini tepish uchun men qanday qilaman? Bu yerdagi C ga 1 ni beraman. Unda bo'lsa 9 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 8 bo'lgan vaqtda A ni chiqdi 17 degan gap shundami? A teng 17 B javob. Bu savolning ichida yana bir diqqat qiladigan nuqta bor ekan shundami? Nima deb ekan bu yerda? A, B, C qanday sonlar? Tabiiy sonlar. Shundami? Tabiiy sonlar degan 0, 1, 2, 3 bu shartlarga diqqat qilish kerak. Unda bo'lsa, keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanday k ni l ga bilab l chiqarib qanday 0 qoldiq qolibdi shundami? Unda bo'lsa, bu k ni tepish uchun men qanday qilaman? L ni l ga ko'paytirib 0 ni qo'shaman. Ya'ni l ni l ga ko'paysam l kvadrat bo'ldi shundami? Unda bo'lsa, bir sonning kvadrati yana qanday bir xonalik bir son chiqibdi. Unda bo'lsa, bu yerda ikki xil ehtimollik bor shundami? Ya'ni 2 ning kvadrati necha bo'lishi mumkin? 4 bo'lishi mumkin yoki 3 ning kvadrati 9 bo'lishi mumkin degan gap. Unda bo'lsa, k niga qaraydigan bo'lsak, bu yerda m nimaga teng bo'ldi? M degan k ko'paytirilgan l ga shundami? 0 ni qo'shgan degan qo'shmasama bo'ldi. Unda bo'lsa, k ga l ni ko'paytirib, yana m deb bir xonalik sondan birisi chiqibdi. Unda bo'lsa, k ga l ni ko'paysak yana bir xonalik son chiqadi ekan. Bu yerdagi 9 bilan 3 ni ko'paysam 27 bo'lib qoldi. Shunlashqa 2 bilan 4 bu yerga qanday uyg'un degan gap. Unda bo'lsa, k degan necha bo'ldi? K teng 4, l degan necha bo'ldi? 2. Unda bo'lsa, bu ikkisini tepib oldim shundami? K ga l ni ko'paysam m necha bo'ldi? 8. Unda bo'lsa, bir qo'shib o'taylik. 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 8. Javobdan necha bo'ldi? 14 degan gap. Keyingi savol. Qaraydigan bo'lsak, shundami? Kasr shakldagi ifodalarni beribdi. Unda bo'lsa, KL bo'lingan KL, shundami? LL bo'lingan L, KK bo'lingan K debdi. Biz bu xil tipdagi savollarni son qo'yish orqali ishlasak bo'ldi. Masalan, bu yerga 23, 23, 23 deb yozilib, 23 ga bo'lsak bo'ldi. Va yoki son qo'ymaymi chiqarib bo'ldi. Masalan, men bo'lib boqay. Unda bo'lsa, KL, shundami? KL bo'lingan nima? KL. Unda olsa bu oldidagi KL'ni KL'ga bo'lsam 1. Bir kere KL ilvatsam qolmadi shunami? K'ni tortdim, bu mening haqqim. L'ni tortish uchun bu yerga bir 0 qo'yib beramiz. Andan keyin L'ni tortdim. KL'ni KL'ga bo'lsam 1. Bir kere KL ilvatdim. Bu K'ni tortdim shunami? Bu mening haqqim. Unda olsa L yetmaydi K degan KL'ga. L'ni tortish uchun bu yerga bir 0 beramiz. L'ni tortdim. KL'ni KL'ga bo'lsam 1. Unda olsa bir kere KL elvatsam necha? 0 qoldi degan gap. Ya'ni bo'lgan vaqtimda nima chiqdi? Qanda 10.101 chiqdi ekan. Bu yerdagi ni l ga bo'lsam ne chiqdi? 1 chiqdi. Xuddi 333 ni 3 ga bo'lganga o'xshash. Bu yerda masalan 22 ni 2 ga bo'ldim deb qarasam, yana 11 chiqdi. Bularning hammasini qo'shib o'tganda shunami? 1101 qo'shilgan 111, unda olsa qo'shilgan 11. Birlar xonasini o'zil yozamiz. Qo'shgan vaqtimda bu yer 3, bu yer 2, 0 qanda 1. 10.223. 10.223 B javob shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, 1 KL deb 3 xonalik bir son bor ekan shundami? Unda bo'lsa L 5 ga bo'lsam 4 chiqib 13 qoldi qopdi. Unda bo'lsa men bu yerga qarab qanday qilaman? Bu yerdagi L degan
Çoxum 5'ten kichik şunama. Yani 5 bo'lib qolganlıqda 55 ga 4 ni ko'paysam 200 ni eşib ketadi çünki. Unda bu 4 bo'lishi mumkin bu yerdagi L. Yani 3 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Çünki 25 ga şunama 4 ni ko'paysam 100. Unda mesela bu L2 bo'lganlıqda 25 ga 4 ni ko'payib 13 ni qo'shsam bu necha chiqadi? 113 chiqadi. Shunami? 113 qaraydigan bo'lsak L ni men 2 deb faraz qilgan. Bu yerdagi L3 chiqib qoldi. Unda L2 bo'lolmaydi. L3 bo'lganlıqda L3 bo'lsa, mesela bu 3 qo'ysam 35 ga 4 ni ko'paysam shunami? 120, 140, 13 ni qo'shsam 153 bo'ldi. Demak L necha ekan? L3 ekan degan gap. 4 ni qo'yib boqaymasdan 4 qo'ygan vaqtimda 45 nima asti 4. Unda ko'paysam 100 necha bo'ldi? 80, 13 ni qo'ysam 193. Ya'ni bu ya 3, bu ya necha 4 bo'lib qolsa bo'lmaydi. Unda bo'lsa L tang 3 bo'ldi ekan. L ni 3 topdik. K necha bo'ldi? 5 bo'ldi. Shunami? 3 ga 5 ni qo'shsam necha bo'ldi javob? 8 bo'lib ketdi degan gap. Ya'ni son qo'yish orqali topib oldim. Keyingi savol qarab boqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda KL ko'paytirilgan 4, shunami? Unda bo'lsa KL ko'paytirilgan 6, unda bo'lsa bu yerda PR chiqib ekan, 2 xonliqsan. Bu yerda MN chiqib ekan, ikkisini yig'indisi 130 debdi. Shunlashqa men qanday qilmay bu ikkisini qo'shang deganning o'rniga shunami? Bu yerdagi PR nimaga tengdi? KL ko'paytirilgan 4 degan gap, 4 KL degan gap, shunami? Aloqda ko'paytirish bor. Unda bo'lsa qo'shilgan. Ya'ni bu nimaga teng bo'ldi? PR ga teng bo'ldi. Bu yerdagi MN degancha 6 KL ga teng, bu teng 133. Ya'ni bu shunami? PR bu-cho MN bo'lib ketdi. Ikkisini yig'indisi 133 ekan. Unda bo'lsa bu yerda bir o'rtaq KL başlama. KL'ni tırnaqning sirtiga chiqarib olgan vaqtimda ichida 4, 6 teng 130 qilib qoldi. Undan so'ng KL ko'paytirilgan 10 teng 130. Ikki tarafni 10 ga bo'lsam, shundami? Undan so'ng KL degan bu 13 degan bir ikki xonaliq son degan gap. Undan so'ng bu yerdagi K teng 1, L teng 3 degan gap, shundami? Undan so'ng 13 ga 4 ni ko'paysam necha bo'ldi? 52. PR degan 52. Unda o'z keyindagi R degan 2. Shunami? Unda bo'lsa KL degan 13 di. 13 ni 6 ko'paysam necha? 78 chiqadi. Unda bo'lsa bu yerdagi N degan 8. Ikkisining ko'paytmasi necha bo'ldi? 16 degan gap. Keyingi savol. Qaraydigan bo'lsak, shunami? 3 tal chikit qo'yib turibdi. Demak, bu 3 chikitning o'rnida bir 3 xonaliq bir son bor degan gap. 4 L ga ko'paytib ekan, mushta bir narsalar bo'lib, qanday ostida bir narsa chiqibdi. Unda bo'lsa, bu 3 xonaliq sonni L ga ko'paysam, meyada bir 4 xonaliq son chiqibdi. Shunami? Unda bo'lsa, bu 3 xonaliq sonni 4 ga ko'paysam, bu chiqqandan keyin men buni qanday qilmay, keyiniga yondirmay. Ya'ni 2628 deganni 4 ga bo'lamiz. 26 ni 4 ga bo'lsam necha? 6. Shunami? 6 kar 4 24 elvasam 2 2 keldi. 22 ni 4 ga bo'lsam 5 5 kar 4 20 elvasam 2 keldi. 8 ni tortdim. 28 ni 4 ga bo'lsam 7 7 kar 4 28 elvasam 0. Demak, bu ustidagi bu son shunami? 657 bo'ldi degan gap. 657 ga 4 ni ko'paysam bu chiqadi. Navbatda L ga qaraydigan bo'lsak, shunami? Bu yerda qanday L ga qaraymiz. Ya'ni bu yerda 4 deb bir narsa bor ekan. Ya'ni bu yerdagi bu chikitga, ya'ni bu songa qo'shqili bir narsa yo'q. 4 shu peti tushibdi shunami? Unda bo'lsa 7 ni nechaga ko'paysam, oxirisi 4 bo'lgan bir son chiqadi. Shunami? Qaraydigan bo'lsak, 2 dan boshqa son yo'q. Unda bo'lsa bu yerdagi L teng 2 degan gap. Ya'ni 2 bo'lgan vaqtda 2 kar 7 14, shunami? 4 uchda 1 ko'ngil. Yani bu yerdagi 4 shu peti tushidi degan gap. Boshqalarini qanday? Unda o'z qarab boqayli. Bu yerda 2 kar 5 shunami? 10 ko'ngillik 1 bilan 11, 1 uchda 1 ko'ngil, 2 kar 6 12 ko'ngillik 1 bilan 13. Unda o'z qo'shib etgan vaqtimda 4 keldi shunami? 1 ga 8 ni qo'shsam 9, 3 ga 2 ni qo'shsam 5, unda o'z 1 ga 6 ni qo'shsam bu yerdagi K teng 7, shunami? 2 shu pet keldi. Unda o'z K teng 7, L teng 2. Yig'indisi necha bo'ldi? 9 bo'lib ketdi degan gap. Keyingi savol qarab boqayli unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, shunami? A kvadrat qo'shilgan 2A bo'lingan B qo'shilgan 2 teng A qo'shilgan 1 qoldiq B ilingan 2 debdi. Unda bo'lsa, masalan, bu aytganasini yana bir takror qilib o'taylik. 13 ni 5 ga bo'lgan vaqtimda 2 chiqib, necha 3 qoldi. Bu yerda 13 ni tepish uchun 5 ni 2 ga ko'paytib 3 ni qo'shimiz. Shunami? Unda bo'lsa, o'xshash shaklda men qanday qilib olaman? A kvadrat qo'shilgan 2A deganim shunami? B qo'shilgan 2 ko'paytirilgan A qo'shilgan 1, shunami? Bu ikkisini ko'paytib qo'shilgan B ilingan 2. Ya'ni bu yerdagi B ni ifodalab chiqing debdi. Unda bo'lsa, B ni ifodalab chiqish uchun men buni bir tarqitishim kerak shunami? A kvadrat qo'shilgan 2A teng B ni A ga ko'paysam AB, unda bo'lsa B ni 1 ga ko'paysam B shunami?
qo'shilgan 2 ni a ko'paysam 2a qo'shilgan 2 ni 1 ko'paysam 2 qo'shilgan b elingan 2. Avval bir mishada bir yig'inchoqlash, nima bu ikkisi yo'qolib ketdi. b ni qo'sam necha bo'lib ketdi? 2b bo'lib ketdi. Bu yo'qolib ketdi degan gap. Unda bo'lsa men bu yerdagi b ni tirnoqning sirtiga chiqarib olgan vaqtimda, shunama ichida nima qilib qoldi? A qo'shilgan 2 qilib qoldi degan gap. Ha, yana bu yerdagi tanglimining oldi keyindagi 2a ni qanday qilamiz? Yo'qotib o'tamiz. Ya'ni tarozining ikkala tarafini o'xshash bir narsani elvatsam bo'ladi. Bu nimaga teng bo'ldi ekan? A kvadratga teng bo'ldi degan gap. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir ko'paytirish bor, shunama men b ni ifodalash uchun bu yerdagi a kvadratni nimaga bo'laman? A qo'shilgan 2 ga bo'laman. Unda a kvadrat bo'lingan a qo'shilgan 2. Yani men bu yerda qanday qildim? Masalan, 8 teng 4 ko'paytirilgan 2 deb bir ifoda bo'lsa, bu yerdagi 4 degan 8 ni 2 ga bo'lganga tengmi? A kvadratni buningga bo'lganga teng. Unda bo'lsa a kvadrat bo'lingan a qo'shilgan 2. Javob to'g'ri degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu ko'paytishgan shunami a b ni c, ya'ni c6 ga ko'paytib, mushta bir narsalar chiqarib, eng oxirida 7400 bb chiqaribdi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, shunami bu savolni nereden boshlaymiz? Bu yerda 46 deb bir narsa bor ekan. Yani 6 ni b ga ko'paytib, shunami b tushib bir qoldiq qopdi. Unda bo'lsa 6 ni a ga ko'paytib 46 deb bir narsalar kelibdi. Unda bo'lsa 6 ni 6 ga ko'paysam 36 shunami 10 ni qo'shgan vaqtimda anandan keyin 46 bo'ldi. 6 ni 7 ga ko'paysam 42, 6 ni 8 ga ko'paysam 48. 46 dan eshib ketdi degan gap. Ha, demak bu yerdagi a necha 7. 6 kar 7 42, ko'ngilda 4 bo'lish kerak, shunami. Unda bo'lsa anandan bu yerda 46 chiqalaydi. Unda biz ko'ngilda 4 bo'lish uchun 6 kar b, shunami bu yerda 8. Unda bo'lsa bu yerdagi son 8 bo'lgan vaqtda, shunami bu 8 bo'ldi. Yani 6 ga b ni ko'paytib bu yerda b tushganga qaraganda, bu yerdagi b ning masalan 2, 4, 6, 8 bo'lish ehtimolligi bor shunami. Unda bo'lsa bu yerda 8 bo'la oladi degan gap. Men ustidagi AB, ya'ni 78 ni tepib oldim. 78 ni necha 702 chiqarish uchun bu yerdagi c necha bo'lish kerak? Bu yerda 9 bo'lish kerak shunami. 78 ni 9 ga ko'paytgan vaqtimda 702 chiqadi. Unda bo'lsa c teng 9 degan gap. A necha bo'ldi? A teng 7, B teng 8. Men bularni birma-bir ko'paytib o'ltamay, shunami. Unda o'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, B degan 8, shunami. 7 15, 15 ga 9 ni qo'shsam necha? 24 degan gap. Javob qaysi? Javob. Keyingi savol qarab boqaylik unda bo'lsa. Qaraydigan bo'lsak, shunami bu ko'paytishgan a b ga 3a ni ko'paysa, shunami 1 bilan boshlangan, ya'ni bir 3 xonlik son chiqibdi. Bu yerga 3 ga buni ko'paysa, ya'ni 1 bilan boshlangan 3 xonlik son chiqibdi. Yig'indisi qanday ekan? Eng oxir natija 1 a b 8 ekan, shunami. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, men bu yerga a ni oldi bilan faraz qila olaman. A ning 5 bo'lish ehtimolligi bormi? Agar a 5 bo'lsa, shunami, masalan 50 necha degan songa 5 ni ko'paysam 200 ni eshib ketadi. Bu qanday? 100 mancha chiqmaydi. Buni chiqarib o'tamiz. A ya 4, A ya 3 degan gap. Lekin mayaga qaraydigan bo'lsak, 1 ga b ni qo'shsam, shunami, nima bo'ldi ekan? A ga teng bo'ldi degan gap. 1 ga b ni qo'shsam a ga teng bo'lsa, bu yerdagi a qanday? B dan cho'ng bo'lish kerak, shunami. Agar masalan bu 3 bo'lib qolgan vaqtda, bu yerdagi b faqat qanday bo'la oladi? 2 va yoki 1 bo'la oladi. 32 ga masalan 3 ni ko'paysam hargizmi 100 mancha chiqmaydi. Unda bo'lsa a teng 4 degan gap. Buni chiqarib tashlaymiz. A ning o'rniga 4 qo'yib turman. Bu yerga 4 qo'ydim, shunami. Unda bo'lsa 4 b necha chiqibdi? 8 chiqibdi. Unda bo'lsa b teng necha? 2 va yoki b teng necha? 7 bo'lsa bo'ldi, shunami. Bu ikki xil ehtimollik bor. 4 kar 2 8 deb turay. Unda bo'lsa 4 kar 4 16. Ya'ni bu yerga 6 keldi. Unda bo'lsa 3 kar 2 necha? 6, shunami, to'g'ri chiqdi degan gap. Unda bo'lsa 6, 3 kar necha? 3 kar 4 12, ya'ni bu yerdagi b 2 degan gap. Qo'shib olsam 8, shunami, 6 ga 6 ni qo'shsam necha? 12. Unda bo'lsa bu yerga 2 keldi, 1 ko'ngil. Unda bo'lsa 1 ga 2 ni qo'shsam 3, ko'ngillik 1 bilan 4, shunami, 1 shu pet tushdi. Unda bo'lsa a b to'g'ri ekan degan gap. Ya'ni bu yerdagi a teng 4, b teng 2, shunami. Unda bo'lsa c necha chiqdi bu yerdan? 6 chiqdi. Unda bo'lsa javobdan 12 degan gap, ya'ni b javob to'g'ri degan bo'ldi. Keyingi savolga qaraylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, shunami, a b 4 ni a c ga bo'lib, shunami, a c chiqarib, andan keyin bu yerda 44 dan c ni epto 5 chiqibdi, shunami. Ha, unda bo'lsa bu savolga nereden qo'ltiqdi ekanmiz? Mashyadan qo'ltiqmiz degan gap. 44 dan c ni olgan vaqtda 5 chiqqan qaraganda, bu yerdagi c degan 39, ya'ni bu yerdagi c teng 3, teng 9 degan gap.
Undaq bolsa bu yerden C'den 3 çıxdı şunama. Unda olsa mən bu C'ni ornağa qoyma. Yəni nə qoyma? Bu yerə qoyğan vaxtımda bu B'dən 3-nü elvəsəm 4 çıxdı degan gap boldu. Unda olsa bu yerdəki B neçə boldu? 7 boldu. Şunama B'dən 7, C'dən 3, şunama E'dən neçə? E'dən 9 bu boldu. Unda olsa növbətdə qanday qılmaz? A-nı tapımız. Bir nərsəyə diqqət qıldığan bolsaq, şunama nəhayət roşan görünüb durdu. Yəni bu yerdəki bu sanını, 3 xanalıq sanını A-C'yə bölgən vaxtda A çıxıbdı. Şunama A-nı bunu köpəysəm A-C kəpdi. Onda bu sanğa A-nı köpəysəm, yəni öz hekayəyə qaraganda bu yerdəki A degan neçə buldu? 1 buldu degan gəp. Onda A-dan 1. 1 qoşulğan şunama 7 qoşulğan 3 qoşulğan 9. Cavabdan neçə buldu? 20 degan gəp. Onda D cavab doğru. Ornuğa qoyub bir hesablab baxamdıq. Onda olsa A neçə boldu? 1 boldu. Şunama B degan 7, bu degan 4. Bunu A, C dedik. Onda olsa C degan neçə? 3. Onda olsa A degan 1 13-kə bölgən vaxtımda şunama bir bölüb baxılı. O 7-ni 13-kə bölsəm 1, 1 kere 13, 13 elvəsəm neçə boldu? Bu yerdə şunama 4 qaldı degan gəp. Onda olsa bu 4-nü tapdım. 44, 44-nü 3-kə bölsəm şunama 3, 3 kere 3 neçə? 3 kere 13, 39 elvəsəm neçə? 5 degan gəp. Muşunun bilan şəkil cəhətdən oxşaş çıxdı şunama. Demək, mənim işləyənim qandakən, toğru ikən degan gəp. Bunda bolsa, qaraydigan bolsaq şundama, məşqlərimiz tügəbdi. Biz bir xülasəli ötəyli. Yəni bu bölümdə, sayılar degan bu bölümdə şundama qoşuş, eliş, köpəytiş və bölüş. Yəni matematikadakı bu 4 əməlgə asasən qanday qıldıq? Hərflik hesaplaş ep var ekan şundama. Biz qoşuş, elişni obdan bölümüz, köpəytiş, bölüş kimi nəhayət pişik buluş kerak. Bulubmu? Məsələn, Türkiyədəkidək şundama 123-ni qanda 5-kə bölün deb bundan məsələ kəp qalsa, 12-ni 5-kə bölsən neçə? 2 şunama 2 kere 5 degan 10 elvəssəm 2 3-nü tapdım. 23-nü 5-kə bölsəm 4, 4 kere 5 20 elvəssəm 3. Yəni 123-nü 5-kə bölsəm 24 çıxıb 3 qaldı şunama. Bu yerdəki 123-nü ifadələş üçün qanday qılmaz? 5-kə 24-nü köpəytib qaldıqını qoşub verimiz degan gəp. Undaq bolsa, bugünkü dərsimiz, yəni IQ-nun 4-cü bölüm sayılar müşahidə axırlaşdı. Həmmənlərə köpdən köp rəhmət.